Beton markasi bu uning mustahkamligi. Raqam qanchalik yuqori bo'lsa, beton shunchalik katta bosimga bardosh beradi. Keling oddiy tilda M100 dan M300 gacha aytib beraman. Marka 100 poydevor teglari uchun, tekslash ishlari uchun mos keladi. Konstruksiya ko'tarish uchun mos emas. M150 pol stechkalari, piyodalar yo'lakchalari, trotuarlar uchun mos keladi. Inshootlarning poydevoriga mos emas. Marka 200 ommabop variant. Yo'laklar, zinapoyalar va zaborlar uchun mos keladi. Ko'pincha kam mas'uliyatli konstruksiyalarda ishlatiladi. Marka 250 yengil uylar, garajlar, bir qavatli inshootlar uchun, lentishli podushkalar uchun mos keladi. Marka 300 juda ko'p talab qilinadigan markalardan biri. Xususiy uy poydevorlari uchun, zinapoyalar va monolit uchun juda qulay. Narx va mustahkamlik uchun juda to'g'ri tanlov. Agar xohlasangiz, qurilishingizga mos markani tanlab beramiz. Directga yozing. Bo'lmasam, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Videoni ikkinchi qismini kuting.